Ormeli 20-yanvar 2026-yil qo'lun oldiga kelib qoldik. Mana smenlarni yoqmaganman. Soat 11 da boshlaganman ishimni. Soatimiz o'zi 5-6. Kechqurun chiqyapti mana o'sha. Kun sovuq. Havo ochiq bo'lgani bilan albatta kechasi o'sha kechga qaragan sovuq bo'lib ketyapti havo. Qishligini qilyapti, yurish oson emas. Hamma mana shu uzunda Yandexda volt ishlayotgan velosipedda, skuterda yo'lda yurayotganlarga hammasiga kuch-quvvat, sabr tilayman. Qishdan eson chiqib olaylik. Xudo xohlasa velosiped yaxshi bo'lib ketadi, ko'rmagan yo'qkanmiz. Lekin hamma harakatda dizaynida oson emas. Skuterchilik ham oson emas, velosipedchilik ham oson emas. Hammani omadini bersin. Hammaga rahmat. Podpiska bo'lmaganlar podpiska bosib qo'yinglar. Musofirliklarga, butun mana shu Yevropa, Osiyoda ko'rayotganlarga hammaga rahmat. Taklanaymanglar.